Kulyam isib ketdi. Bor ikkita marojna olib keyimiz. Ha, papa. Lobarmi? Nima qilyapti bu yer? Lobar, nima qilyapsan bu yerda? Voy, boring, hozir singlim kelib qoladi. Qo'rqma, hech narsa bo'lmaydi. Ana bolakam, hozir borib ko'ray. Ha, nima qilyapsizlar? Voy, men sizga aytdim, singlim kelib qoladi deb. Jon singlim, bu safargi ko'rishganimizda aytmanga xohlagan narsangni olib beraman. Xohla? O'ylab ko'ramiz. Qayerga keldik? Bu yer Indinim savdo markazi bo'ladi. Chorsu tomondan kelsangiz chap qo'l tomonda, kafolat o'ng qo'l tomonda. Bu yerda hozir hamma narsaga aksiya ketyapti. Singiz maktab chiqardi. Sen kakros. Kakros o'z forma qilamiz shu yerda. Xo'p. Voy, menga ham ikkita ko'ylak olib bering. Jindimiz, o'z singlingga narsa olib berishimga pulim yetmaydi. Voy, yetadi, qarang, hozir men buni olib berasiz. Bunisini esa mutlaqo tekinga olib ketamiz. Qarang, narxi 59 million. 59 ming. Bo'ldi, bemalol olaver, nechta xohlasan. Men ularni tanladim, olib berasiz. Voy, rosa qimmatga tushamanmi deyman-da. Yo'q, siz o'yladim. Men 19 mingdan ekan. Rosa. Da. Bo'ldi, olamiz bunisi. Qarang, ukamga ham o'ylaylik xafa bo'lib qoladi. Bitta oldinga o'tir degan, rasxod bildirib tayyorlash kerak degan emas-ku. Bilatiga 39 ming va 29 mingdan. Rosa. Bo'ldimi, ovoravergan. Xo'p. Bitta uchrashuv rosa qimmatga tushyapti lekin. Yo'qdimi sizga? Mana shular bitta hisoblab bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizdan 165 ming so'm bo'ldi. Rosa, shuncha bo'ldimi? Shuncha Albatta. narsamiz. Hozirda bizda maktab formalarimizga aksiyalarimiz, qolgan addellarimiz esa 1+1 bundan tashqari 70% gacha bo'lgan skidkalarimiz davom etmoqda. Faqat bugungami? Yo'q, akajon, 14, 15, 16 avgust kunlari bu skidkamiz bo'lib o'tadi. Bunisi srochniga tanishlarimga aytmasam bo'lmaydi aka. Tez o'rang. Faqat xo'p bo'ladi.